Hammaga salom. Bugun Akitada Open Door festivallari boshlandi. Yuring, ular qanday o'tishini birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Bundan tashqari Akitada kalmar o'yinini o'ynab ketishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli koreyskiy milliy kiyimdan hanbok deb ataladi. Akitaga kelib, kiyib ko'rib, rasmga ham tushib ketishingiz mumkin. Bunday festivallarimiz har shanba soat 3 dan 6 gacha bo'lib o'tadi. Sizni ham Akitada kutib qolamiz.